Kalı Devi'nin nimishqi mashinasi var. G'arib Sayat namlıq əsəri qarşısaq, nurgun əvliyalarına ma'lum bir dərəcəyə yetgan katta əvliyalarning minadigan ermak hayvonlari var. Mashinasi var ise. Mesela Tayshan Laojinning Qingyojin var, Rulay Fozu'niki var, Avallik Suvaraniki var. Endi muşlarning ichida qarşısaq o'ylimga yedim, bu yerki alvasti Kalı Devi'nin ermak hayvoni var. Bunun ermak hayvoni Longshan Juzu, yani ejderhanın 9 pushtining birisi. Hem de nini evliyalarının yok. Mesela Cubacim serleşkerti. Cubacinin yok. Sunukung'un yok. Yani nurgun adetki evliyalar karşısak mı? Bunda ermek hayvanı yok muydu? Hem de Tangsung'u karşısak. Tangsung'unki beylonma bir ejderha. Bununla atıp durdu. Hem de Tangsung degen Amitab'nın ikinci şagirdi. Onun kim bu mu kat fozu okudu. Hem de bu noktadan karşısak Tangsung'a ben bir şopur oldum desek mi? Anca yüz çıktı karşılamaz. Biroq Kalı Devi'dek olvastiningki bu şopri buningki ermak hayvon olib qilish ancha yaxshi emas. Undan so'ng nima uchun Kalı Devi'ning bor deganda Kalı Devi'ningki orqa ko'rinishiga bejinsiga diqqat qilib baqsak, anonkin bilalaymiz. Masalan, asarning birinchi uchuri qarsak, bu yerda Sunukung Kalı Devi'ni og'i tutdi. Shunday kalag'isi bo'ldi. Ya Sunukung hech kimni ko'zga ilmaydigan intayin po'ch bir nima bo'lsa, bu Kalı Devi nimishqa aka deydi, buning ma'qul bo'ladi. Oylab bakыңlar. Yana men oldingi bir son so'zlagan vaqtda degan bu yerdagi Kalı Devi'ning xotini Tayshan Gongjuninki temir yelpigüchi, banan yelpigüchini Tayshan Laojindan kelgan emas, balki bu Kalı Devi'ning otimiras angushtari. Kalı Devi'ninki jamiyatidan qolgan bir angushtlar. Demak, buningki dadisi bo'lsin tatibla mushunda katta bir jamiyat. Hamda buningki inisi qarsak, bu ayollar davlatining qishida bir tevib maxsus baldi tushiradigan bir qudug'i var. Şunu açıdı, meşetki müncan su açıdı. Şuna mı? Onun kendine bu Kalı Devi'nin balısı qarsak, bu qızlı başlık tüyünek mi? Nensende ayrım dağçısı var, aşağıda bir alvastı vargan. Hem de bunun tek şavsensi var. Nurgun alvastı emez, evliyalarına mı yok o? Bunun şavsensi Yumen Hulijin var. Hem de bu Hulijin'inki dadısı 1000 yıllık Türkiye evliya. Qarаңlar, demek bununki her bir bağlanışı acayip katta neslerge bağlanıp atıyor. Ondan olsa bu Kalı Devi'nin kilip çıkışı zaten neymi o degende eserdeki şirt tögtegi kelgen vaqtı qarsak Sunukung bu yerki enqaq tenkip bulanmağandan keyin Amitabh Buddha'nı izleydi. Amitabh Buddha'nı izlep bağanda Amitabh Buddha bunu qilmaydi. Pengu alemde berpa qilgan vaqtda uchar qushlardan sumruq, hayvanotlardan chilin paydo bo'lgan. Sumruqdan toz bilan enqaq o'ralgan deb tozning yo'linishini deb berdi. Chilinnikini demagan. Kalı Devi naq shu Chilinning naslidan bo'lgan. Enqa sumrug'ning naslidan, mayatki Kalı Devi Chilinning naslidan. Shuning uchun buning o'rni nihoyat katta. Shaxsan bu yer Amitabh enqaga bir hurmat bildirdi. Buni taqam deb shundaq cho'ng gunoh o'tkisimi bo'ldi qilyotdi-ku. Demak, bu yer Kalı Devining shundaq bir hurmati bor. Shuning uchun endi bu yerga asarga qarasaqmi, Sunukung alvaslarni yo'qotgan vaqtda mandaq bir ishki qoida bor. Orqa ko'rinish bor. Ya'ni erishdiki bir avliyoning ermak hayvoni, bir fusa, bir busatvaniki bir narsa bo'lsa, bundaq alvaslarni o'ltamaymiz. Chuqur buni shu igisi ep ketadi. Endi orqa tergi yo'q. Bir odatdagi bir tog'ni, bir g'orni egallab olgan kichik alvaslarni chuqur o'ltirib atadi. Endi bu yer Kalı Devining orqa tergi yo'q, uning ustiga o'lmay qolishiga sabab dal mushadi. Bu o'zi orqa terek bo'g'dak iqtidori bor. Shunchalik boyligi va shunchalik bingsi va mandaq katta alvasti. Shuning uchun nurg'un avliyolarning ermak hayvoni bo'lgan bilan Kalı Devining ermak hayvoni bordir. Undan so'ng mazmunning davomi qiladigan do'stlar, meni go'njuk bo'lsanglar, keyingi sonda davomli qarashimiz.